Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu o'rta guruhimiz bilan bugun pullik savol javoblarni o'tkazamiz. Eng oson savollarga 2000 so'mdan, qiyin darajasiga 20 ming so'mdan boshlaymiz. Demak, boshladik. Birinchi javob bergan va to'g'ri javob bergan odamga beramiz. Birinchi savol eng oddiy savolimiz. Tenglamada nimaga aytiladi? Javlon. Nomani tenglik qatnashgan. Nomani son qatnashgan tenglik tenglama deydi. Ma, yaxshi 2000. Yaxshi. Xo'p, keyingi savol. Tenglik deb nimaga aytiladi? Qani? Ya. Keyingisi Zilola. Ha, Zilola. Yo, aynan kitobda yozilgan, qo'llanmada yozilgan qoidasini aytib bersang. Kim? Mahzuna? Sonlardan tizilib, tenglik sonlardan O'qib berma. Yo'q, ketdi, o'tir. 2000 yonga qoldi. Keyingi savolga o'tdik. Qo'shni ikkinchi xossasini nomi nima? Birinchi Mo'minjon qo'l ko'tardi. Guruhlash formulasini aytib berchi. A plus B, A plus cos, A plus B plus C. Buni nimaga ishlatamiz o'zi? Buni osonlashtirish, masalan, oxiri nol bilan tugaydigan son yo'q, bor bo'lsa-yu, agar qiyin so'z bilan ishlaydigan bo'lsa, bu qiyin bo'ladi. Yaxshimi? 2000. Keyingi savolga o'tdik. Eng osoni kim? Qani birinchi ziraligini tekshiramiz. Salom qarab turinglar. Eng kichik natural son. Birinchi Sardor qo'l ko'tardi. 2. Noto'g'ri. Eng oson savol. O'tir, noto'g'ri. Hey, yonga qoldi pul. Keyingi savolga o'tdik. Bunaqa oson bo'lmaydi. Yaxshi. Xo'p, yana bitta savol. Oson bu ham. Raqam bilan sonda nima farqi bor? Qani, Elshodbek birinchi qo'l ko'tardi. raqamlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 sonlar raqamlaridan tashkil topadi. Yaxshi, oxirgi so'zingni to'g'rilasang bo'lar. Yaxshi 2000 qo'l kiritdi. Keyingisi A qo'shilgan B barobar C. A plus B plus C. A B C ning nomi nima? Qaytaraman savolni boshqatdan. A qo'shilgan B qo'shilgan C. A B C larning nomi nima? Kamron? A qo'shiluvchi. B-chi? Ham B ham qo'shiluvchi. C yig'indi. Yo'q, men boshqacha savol berdim. A plus B plus C ham dedim, teng C demadim. Yonga qoldi. 2000 so'm pul. Yaxshi. Ko'paytirishni eng oson savol beraman. Ko'paytirishni. Uchinchi qoidasi nomi nima? Uchinchi qoidasining nomi. Juda ko'pchilik bitada ko'tardik-ku. Kimga beramiz? Qani Mahzunaga beraylikchi. Taqsimot. Nimaga ishlatamiz buni? Uni qiyin usulda yechishmas, uni oson usulda yechish uchun foydalanamiz. Bitta misol keltirsang 5000 beraman. 5000. Bitta misol masalan, 1000 ko'paygan 1321. Xatosiz yubording-ku men. 2000 olding. Zo'r misol chizalmading. Yaxshi sizga berardik. To'g'rimi? Masalan 24 ko'paygan 25, 125 ko'paygan 23. Yaxshi. 5000 savol o'ynaymiz. Qimmatlashtirdik, 2000 yonga qolib tursin. Xo'sh. Bo'lishni ikkita eng asosiy qoidasi bor. Kim aytadi? Bo'lishning eng ikkita asosiy qoidasi bor. 5000 lik misol, mana 5000 beraman. Bo'lishning ikkita asosiy qoidasi bor. Biz endi savol-javob, hurmatli kuzatuvchilar, qo'llanmamiz bo'yicha savol-javob bo'lyapti. Ya'ni to'g'ri, bu oson savol tuyulishi mumkin, yo bu savolni boshqa mavzuda boshqacha ta'rifi bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin biz shu qo'llanmamizdagi boshida o'tilgan mavzulardan savol-javob qilyapmiz. Ya'ni dastlabki mavzularda sodda holatda tushuntiriladi. Masalan, tenglamani ham boshqa ta'rifi bor, lekin sodda tushuntiriladi. Hozirgi bergan savolimda ham xuddi shunaqa. Bo'lish xossasi oddiy bo'lishda boshqacha, kasrga o'tganda juda ham ko'p xossalar o'tadi, lekin kasr ham bo'lish amalini bildiradi. Qani Javlon? Guruhlash bilan o'rnamlashtirish. Yo'q. Bo'lishda ikkita asosiy qoida bor. 10 mingga chiqardik bu misolda javobini. Savolga 10 ming. 10 ming so'm mana. Pullar yoyib qo'ygan, shunga qarab beramiz. 10 mingga chiqdi kim? Bo'lishda oddiy bo'lishda ishlatganmiz. Qo'llanmada ham yozilgan, ikkita asosiy qoida deb yozilgan.
Topa olmadikmi? Faqat domlar, har xil kasbli taqsim. Yo, kasr emas. Oddiy sonda bo'lishda gaplashdik. 20 ming so'mga chiqdi. Varaqlamaymiz kitob tutmaymiz. Chestniy bo'lsin-da. 20 ming so'mga chiqdi bu savolimiz. Zilola. Yo, kasr emas. Oddiy bo'lishda ishlatamiz. Lekin kasrda ham bor bu xossa. Biz faqat o'tilgani bo'yicha qani? Bo'lishda ushbu shaklda foydalanamiz. Yo. 20 millionga qoladigan shekil. 3 gacha sanayman. 1, Mumkinmi nisbatda? 2. Ha. Qoldiqli bo'lish va qoldiq. Yo'q. 2,5. Bo'lishda qisqa. 3. Hurmatli kuzatuvchilar, mana keyingi safar ham xudo xolasa mana shunday pulli savollarimizni o'ynaymiz barcha guruhlarimizni. Bizni kuzatishda davom eting. Bu pul berishdan maqsad bola pulga o'rgatish emas. Shunchaki sog'lom raqobat hamda yaxshi o'qiyotgan, savollarga tezkor javob bergan zehni o'tkir o'quvchilarni qaysidir ma'noda ozgina summada bo'lsa ham taqdirlab xursand qilib qo'yish. Bizni kuzatishda davom eting.